O'tga tashlangan o'tgan kunlar. Habibulla Qodiriyning Otam haqida kitobda yozilishicha, voqea qahramonlaridan biri Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini yonib turgan olov ichiga tashlagan. Bu haqda taniqli tojik yozuvchisi Jalol Ikromiy shunday hikoya qiladi. Men 1930-yillar boshida Toshkentdagi tojik bilim yurtida o'qir, bir qozoq kursdoshim bilan bir yotoqda turar edim. Shunda birinchi bor O'tgan kunlarni o'qidim. Uni kecha-kunduz berilib o'qirkanman. Qozoq do'stim, "Bu kitobni uncha o'qiyverarsan" deb ajablanardi. Men esa, "To'xta, sen ham o'qiysan" deb kitobdan bosh ko'tarmasdim. Nihoyat romanni bitirdim va qozoq do'stimga o'qishga tavsiya qildim. U avvaliga kitobni tilar-tilamas o'qiy boshladi va keyiniga menga o'xshab berilib ketdi. Bir kun yotoqda dars tayyorlab o'tirardim. Do'stim esa O'tgan kunlarning oxirgi varaqlarini o'qirdi. Birdan u sakrab o'rnidan turdi va borib pechkani ochdi-da, qo'lidagi O'tgan kunlarni yonib turgan o'tga tashladi. Men hayratlanib, "Hey, senga nima bo'ldi?" dedim. U xo'ngrab, "Kumush o'ldi" dedi. Chala kuygan kitobni arang pechkadan olib o'chirdim.